Yoshligimda necha marta o'zim soch oldirgan bo'lsam, har doim bitta gapni eshitganman. Tepasidan oldirmabsan deb. Farqi yo'q, bo'ynimdan uzilib kallasi uyiga kirib borsam, tepasidan jichcha oldirish kerak edi. Bilaman, hammaga hali dollardagi aka yoqadi, lekin bilmayman nimaga yoqadi. Men o'z dadam tengqurlarida anaqasini ko'rdim-da, haligi kasetalar, DVDga solib ko'rdim-da, ular paytini. Hamma bir xil bo'lgan ekan. Telpak kiygan ekan, telpak kiymagan ekan, bir xil turibdi, tushunasizlar? Lekin bizga kelgan eng yomon hali men aytgan sartaroshga borasan deydi-yu, men aytgan sartaroshga. U sartaroshdan bitta ham 15 ga kirmagan bola rozi bo'lib chiqib ketmagan, tushunasizlar? Haligi sartaroshxonaga kirganingizda bitta mashinka oladi, bitta junkachi oladi, shushan. Bitta oynasi bo'ladi, oynada ikkita nakleyka bo'ladi. Bitta yoshi oldingi zamonda tiniq bitta opasi bilan bitta dutar ushlab turgan ekan rasm bo'ladi. Bilasizlar? Xudtashiga kirganmisizlar? Hamma sartaroshxonadan so'raydi, saç qanday olamiz deb. Uyga kirishdan oldin bilasiz asosida sachingiz qanaqa bo'ladi. U yerda so'ralmaydi ham. Nos chehvoli degizdirib olaveradi aka. Aka zo'r power, aka go'rkoli ham qiladi, aka shopirli ham qilib beradi, lekin sartarosh emas, to'shni. Xuddi ashida oldirganmisizlar?